Katta portlashdan 100 million yil o'tib, yulduzlar davri boshlanadi. Tortishish kuchi milliardlab yulduzlarni birlashtirib, fazoviy to'rga ipda chizilgan gaz va changdan iborat ilk galaktikalarni bunyod etadi. Qorong'u modda esa bu yangi galaktikalarni millionlab yorug'lik yillarga cho'zilgan ulkan to'dalarga sekin-asta yo'naltirib boradi. Tortishish kuchi bu bahaybat tizimlarni o'z domiga tortib, ularni 100 millionlab yillar davom etadigan ulug'vor raqsga chorlaydi. Koinot taraqqiyoti davom etar ekan, u yangi, yanada yorqin davrga qadam qo'yadi. Yulduzlar tug'ilish tezligi eng yuqori cho'qqisiga chiqadi. Endi yangi quyoshlar bugungidan 10 baravar tezroq yaralmoqda edi. Borliqdagi yulduzlarning aksariyati aynan shu davrda shakllanib, koinot bo'ylab trillionlab yillar davomida porlaydigan yorug'lik urug'larini sochadi. Koinotdagi barcha buyuk mo'jizalarning me'mori tortishish kuchidir. Ammo yulduzlarga hayot bag'ishlagan bu kuch oxir-oqibat ularning qismatini ham hal qiladi. Ulkan yulduzlarning halokatidan tug'ilgan qora tuynuklar soni shiddat bilan ortib boradi. Ularning ba'zilari shunchalik yiriklashadiki, milliardlab yulduzlar massasini yutib yuboradi. Ushbu ulkan qora tuynuklar galaktikalar markazidagi qorong'u dvigatellarga aylanib, milliardlab quyoshlarning taqdirini belgilaydi. Ularning o'zagidan zarrachalar oqimi yorug'lik tezligiga yaqin tezlikka otilib chiqadi. Bu girdobga haddan tashqari yaqinlashgan yulduzlar esa o'zlariga hayot baxsh etgan o'sha kuch tomonidan parchalanib, yo'q qilinadi. Koinotdagi aksar yulduzlar mitti bo'lib, ular sokinlikda so'nadi. Biroq bor yo'g'i 1% yulduzlargina umri yakunida dahshatli portlash bilan halok bo'lish uchun yetarli massaga ega bo'ladi.
Ular o'z bag'rida pishib yetilgan barcha og'ir elementlarni koinot bag'riga otib, fazoni hayot uchun zaruriy unsurlar bilan boyitadi. Va yulduzlarning o'limi hamda qayta tug'ilish zanjirini yaratadi. Ularning kulidan esa og'ir metallarga boy yangi avlod sayyoralari va yulduzlari bino bo'lib, hayotning yaralishiga zamin hozirlaydi. Somon yo'li chekkasidagi gaz va chang buluti qorong'ulikda sokin mudrar edi. To'satdan yaqin atrofdagi yulduz portlashdan tarqalgan zarba to'lqini sukunatni buzadi va bulutning o'z ichiga qulashiga sabab bo'ladi. Tortishish kuchi aylanayotgan moddani bir joyga to'playdi. Gaz va changdan haddan tashqari qizib, yangi yulduz hamda shafqatsiz zarbalarga duchor bo'lgan yosh sayyorani shakllantiradi. Asteroidlar hujumiga uchragan yosh yer erigan do'zaxni eslatardi. Atmosfera zaharli tutun va kislotali yomg'irlarga to'la edi. Biroq ulkan to'lqinlar tubida chuqurlikda allaqachon nimadir uyg'ona boshlagandi. Okean tubidagi yorug'lardan sizib chiqqan issiqlik va minerallar murakkab kimyoviy jarayonlarni tezlashtiradi va ilk hujayralarga hayot bag'ishlaydi. Kelgusi 3 milliard yil davomida sayyora faqat mikroblarga, inson ko'ziga ko'rinmas ulkan imperiyaga tegishli bo'lib qoladi. Vaqt o'tib, ba'zi mikroblar quyosh nuri bilan oziqlanishni o'rganadi. Bu esa atmosferaga ulkan miqdorda kislorod ajralishiga va global muzlik davriga sabab bo'ladi. Biroq muzlar erishi bilan evolyutsiya shitob bilan ilgarilaydi. Erkin kislorod sharofati bilan hayot ko'proq energiya olish imkoniga ega bo'ladi va bu murakkabroq shakllarning rivojlanishiga yo'l ochadi. Milliardlab yillar davomida bir hujayrali bo'lib kelgan organizmlar endi birlasha boshlaydi. Va nihoyat so'nggi global muzlik davri ortga chekinishi bilan hayotning buyuk portlashi yuz beradi.